Assalomu alaykum, hurmatli xaridorlarimiz. Sizlar uchun yangiliklarni, zo'rlarni taxlashda davom qilamiz. Xo'p, hurmatli xaridorlarimiz, aynan qaranglar, sizlar uchun eng limited edition degan variantlarni qala, eng zo'rlarni taxlashtirganmiz. Ya'ni kачествоsi ham zo'r, o'zi ham zo'r, narx ham eng zo'r narxlarda chiqqan. Xudo xolasa, videoni tarbiyamin oxirigacha ko'ring. Agar bizlarga hozir ham obuna bo'lmay qo'ygan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishdan chiqmasin. Nechun desa, bundan ham zo'r yangiliklarni o'tirib berishingiz mumkin. Xo'p, esa obzorimizni boshlaymiz. Hurmatli xaridorlarimiz, materiali ultra xolodok material bo'ladi. Aynan shu videoda nechik ko'rinib turgan bo'lsa, material haqiqatan ham shunday materiallardan biri bo'ladi. Ya'ni ina qaranglar. Yumshoq xolodok material. Ya'ni yozdagi ishlaringiz uchun zo'r variant. Ya'ni podarkaga ham, kundalik ishlaringiz uchun ham, katta yoshdagilarimiz ham hammasini birdan to'g'ri keladigan dvoyka mahsulotimiz bo'ladi. Xo'p, narxini keladigan bo'lsak, hurmatli og'alarimiz, narxi to'g'ri. Turkiyaning narxi bilan bir xil, ya'ni Turkiya dvoykamizning narxini 460 ming so'mdan sotib turibmiz. Lekin hurmatli xaridorlarimiz, bu narsani sifatidan bir qarash kerak. Buni sifati qala vobshem zo'r chiqqan. Mahsulotimiz Xitoy davlatining ishlab chiqarilgan bo'ladi, lekin sifati yaxshisi. Eng limited edition variantlarini oldistirishda davom qilamiz. 460 ming so'mdan chiqqandan sizlar uchun qala 400 ming so'mdan qilib beramiz. Xudo xolasa kelsangiz, 400 ming so'mdan aynan bizdan shu ko'rib turgan dvoyka mahsulotlaringizni xarid qilsangiz bo'ladi. Xohlasangiz dostavka qilib oldiring, xohlasangiz galab olib keting. Arzon bahada 460 ming so'mdan ko'zi. Sizlar uchun 400 ming so'mdan qo'yganmiz. Xudo xolasa. Razmer ham zo'r chiqqan. Ya'ni o'zi gavdaliroq, lekin bo'yi uzunroq bratlarimiz ham bor oralarimizda. Aynan shular ham zo'r kelib turibdi. Trikolarning bo'ylari ham qolib, o'ta go'zal chiqqan rasvetkalaridan biri. Razmer L dan 4XL chiqadi. Ya'ni bu degani ozgina do'mbakroq bratlarimiz ham bemalol to'g'ri keladi. Hozirda ko'rib turgan rangingiz ag'alab bo'ladi LK razmeri. Ya'ni primerli 70 kg odamga to'g'ri keladi, plus minusi bilan. Agar ozg'inroq bo'ladigan bo'lsa, 80 kg odamlarimiz ham bemalol to'g'ri keladi. Trikolar hammasiniki shuning temno-siniy rasvetkada bo'ladi. Mahsulotimiz hali bugun keldi. Sizlar uchun shuning uchun qaranglar. Hali ozgina o'tib ko'pmiz. O'sha kerak bo'lsa, bu ayrim modellarimiz sotilib ham ketdi. Majburlikdan kattaroq razmerni faqat reklama uchun ko'pmiz. Kelsangiz bu narsani topib beramiz, xudo xolasa. Qaranglar. Bu trikoni ko'rinishi bo'ladi. Trikosi ham qala yubka xolodok material bo'ladi. Oqlari o'zinikidan chiqqan bo'ladi. Ya'ni trikosidan ham etiketga qo'yilgan. Limited edition. Ko'rdingizlar, brendni ko'rdingizlar, ranglarni qaranglar, oqasiga ishlangan rasvetkasi. Buniki ham temno-siniy bo'ladi, buniki ham temno-siniy bo'ladi, buniki ham temno-siniy bilan ishlangan bo'ladi trikolari. Dizaynga bir alohida e'tibor beringlar. Mana zo'r tikilishlarni qaranglar, qala. Tikilishlar ham zo'r chiqqan. Adresimizga keladigan bo'lsak, Urganch Center buyum bozorining ichida joylashgan bo'ladi. 7-qator 300-magazinda kutib qolamiz. Faqat bu dvoykalar emas, og'alar. Dvoykalarimiz har xil rasvetkalari bor. Xitoyniki bor, O'zbekistonniki bor. O'zbekistonniki eng yaxshisi bor. Keyin Turkiya mahsuloti bor. Addenni shunga posvet atib, futbolkalarni har xil rasvetkalarni terib taxlashtirib qo'yganmiz, xudo xolasa. Kelsangizlar, ularni ham zo'r narxlarda qilib beramiz. Bu dvoykalarimizdan ham xohlasangiz, xudo xolasa kelaverasizlar. Eng ko'ngildagi narxda, ya'ni yangi klientlarni xafa etmagan holatda eng zo'rlarni har doim zo'r narxlarda aynan o'zlarimizdan xarid qilsanizlar bo'ladi. Xo'p, razmerini aytdim, adresini aytdim, bahosini ham aytdim. Xudo xolasa kelaverasizlar. Hammangizni Center bozorida joylashgan 136-magazinda hamda 300-magazinda kutib qolamiz. Bu videoni yaqinlariga berib qo'yamiz. Bir like ni bosamiz. Obuna bo'lib, agar bizlar obuna bo'lmay qo'ygan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishdan chiqmasin. Xudo xolasa, hammani magazinimizga taklif etamiz. Kelaverasizlar.